Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Uzbek Gamer bo'ladi. Bugungi video rolikimizda Roblox o'yinidagi Please Donate degan o'yin. Robloxdagi Please Donate o'yinida qanaqa qilib Robloxga qo'yishni bugun sizlarga o'rgataman. Если что, bir kirib turaman Roblox bir emas. Kirib turaman Robloxda ham xudo xolisa ko'p videolar qilamiz agar sizlar like'lar yig'ib bersanglar. Mana Robloxdagi mana akkauntim. Mashinaga kirib druzi tashib qo'ysanglar. Olaman to'g'rirog'i like agar shu videoda 15 ta like bo'lsa mayli 15 ta like qilib bersanglar, druzi tashsanglar, mana hammanglarnikidan olaman mana. Mana bu yoqda o'zi endi boshqa odamlar ham tashlagan. Sizlar tashsanglar yeng keladi, o'shandan hammanglarnikini olib chiqaman. Agar shu videoda 15 ta like kelgan, mana 5 ta obunachi kelsa, sizlarning druzinglarni olaman. Do'stlar, iltimos sizlardan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mani boshqa gapim. Endi sizlarga qanaqa qilib olishni o'rgataman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana pastda o'ng tomonda pastda more degan chiziqcha bor. 3 ta nuqta turibdi. O'shaning ustiga bitta bosamiz va bu yoqda pastroqga qilamiz va bu yoqda ikkita chiziqcha bir tomonga emas, teskari tomonga qarab turgan mana create degan tugmachani bosamiz va unga kiramiz hozir. Unga ham kirib oldik. Unga ham kirib bo'lgandan keyin mana public turibdi. Mana shunaqa public turish kerak sizlarda ham. Shuni ustiga bitta bosamiz. Keyin wipe analyticsga bosamiz. Analyticsga keyin sizlarni mana shunaqa kirgizadi. Va keyin sizlar chap tomondagi eng tepadagi 3 ta chiziqchali strelkani bosamiz. Uni bosganimizdan keyin pastroqga tushamiz. Pastroqga tushganimizda ko'plar aldashadi. Mana bu plus degani bilan mana shu deyishadi, ko'plar aldashadi. Men sizlarga mana to'g'risini aldamasdan ko'rsatib beraman. Mana passes degan tugmachaga mana shuni bosib kiramiz. Mana bitta bossak kiradi o'zi. Keyin bu yoqda men ochganman, o'shanga shunaqa turibdi. Sizlar endi ochasizlar. O'shanga create a pass degan joy bor mana. Shu yerda bosamiz, bitta ustiga bosamiz va bu yoqga o'sha anonimlarni nima bo'ladi? O'sha qo'ymoq Robloxda anonsini nomini qo'ysanglar bo'ladi. Nomini biz mayli AA qo'yamiz. Keyin bunga kirib create pass bosasizlar. Uzr, adashib ketdim. Mana create pass bo'lgandan keyin mana pastda mana men ochganim AA chiqib keldi. Shuni ustiga yana bitta bosamiz va yana chap tomon eng tepada 3 ta chiziqcha bor. O'shanga yana bitta bosamiz va sales degan tugmacha bor. O'shanga bosib esinglardan chiqarib qo'ymanglar do'stlar. Mana price degan tugmachaning pastida yoqib o'chirgan narsa bor.
Ethereum for sale degan. Buni bosmasanglar sizlardan sota olmaydi. Keyin misol uchun necha Robux qo'yamiz. Keyin mana enable region pricing o'chirib qo'ymasanglar, sizlar bir xil region bo'lmasa bo'lmaydi. O'shanga o'chirib qo'yinglar buni ham. Обязательно o'chirib qo'yish kerak. Keyin mana necha Robux qo'ymoqchisizlar. Misol uchun daily 17 qo'ymoqchimiz. 17 qo'ymoqchimiz. Save change bosamiz. Mana yana 3 ta chiqchadagi qaytamiz. Hozir. Nima qilib home qaytib. Mana qilsanglar shu bilan ana ochilgan bo'ladi sizlarda. Shu bilan karta ochilgan bo'ladi. Mana hozir sizlarga o'zim anonsga kirib ham ko'rsataman. Mana chiqamiz. Mana home ga aniqlab please donate ga kiramiz. Please donate kiramiz. Please donate ga kirdi. Shunda buni bossam menda shunisi o'zgaradi. Geçiramiz. Geçirdim bana. Do'stlar, orada qotib qoldim. Ko'rsatimda. Keyingina misol uchun mana keldik. O'zimizni anamizni qo'yamiz. Mana endi qo'yganim, hali mana biz qo'yganimiz mana 17 Robux turibdi. Shuni sotib olsa, sizlarga sotib olsa bo'ldi. Bo'linadi. Keyin sizlarga Robux 5 kundan keyin tushadi. Do'stlar, hammanglarga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta yana video chiqazaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan O'zbek Gaming bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.